sotig'i 5500 dollardan 40 sotuvlik yerimiz chiqib qoldi. Dokumentlarida muammo yo'q. 40 sotuv ham sotadilar, 10 sotuv sotish imkoniyati ham bor. Qarang, kelgan manzil Ipodromdan 15 kilometr ichkari kirdik, Yangi yo'lni boshi, Qoratepa mahalla, Katta ko'chadan 300 metr ichkari kirgansiz, mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Fasad 75 va 6 ga, ichkariga 54. Plus aytaman, suv, svet, gaz bor ekan. Endi ichkarini ham bir bapircha sizlarga ko'rsataman. Yuring, hurmatli operator. Qarang. Ichkariga kirib kelar ekanmiz, har bittasi Givrimenga qurilgan, dokument, xat hujjatlari bor. Mana yerni ko'ryapsiz. Kaftdek, to'ppa to'rtburchak shaklda, qing'ir qiyshuv yo'q. Endi bu yerga ferma qilasizmi, yashash imkoniyatiga kottejlar hozir rivojlanib ketyapti. Kottej qursangiz ham yaxshi lakatsa, suv, svet, gaz bor ekan. Narxini 5500 qildik, sotig'ini Yangi yo'lliklar bormi? Yangi yo'lliklar. Yangi yo'lliklarga alanganlik salom. Yangi yo'ldan shunaqa chiroyli lakatsadan yer so'raganlarga tashab qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsizlar. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilib yuborsanglar bo'ladi. Yaxshilik ko'rishinglar.